Kamol. Hozir, Kamol. Kim? Bu yoqqa qara. Kim? Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qanday ishlaring? Charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Yo'qlab keldim. Ha, kiring. Ishingdan ishlayapsanmi? Yo'q, hozir bo'shaganman. 10 yildan oshiq ishlab qo'ydingmi bu yerda? Ha, 10 yilcha ishladim. Qara, bizning ishxonamizda rahbar ketganda firmamizga. Ha. O'shanga katta firmamizda qancha ishchisi bor. Ha. O'shanga yangi rahbar tayinlash kerak, bir ma'lumotli, 2 yildan oshiq ishlagan staji bor odamni hozir qidirishyapti-da. Keyin men hali buxgalterga yetdim, kadrga. Hali ukam bor. 10 yildan oshiq firmada katta joy boshqargan. Ma'lum sabablarga ko'ra hali firma yopilib ketdi. Shundan keyin uyda bo'lib qoldi. Ikkita diplomim bor-a? Ha, ikkita diplom bor. Buni olsangiz, lekin hali ishchi zo'r boshqaradi dedim. Olib keling dedi. O'shanga diplomlaringni, hujjatlaringni olganda ertaga bizlarni bir ishxonaga borib kadrga uchrashgan. Qanaqa bo'lar ekan? Men o'sha yerda endi bir kichkina ishchiman, lekin gapim o'tadi-da baribir. Hurmatim bor. Ha, bo'ldi bo'lsa. Firmamizni bilasan-ku? O'sha joyda? Ha, o'sha. Ha, bo'ldi. Joy o'zgarmagan. O'sha yerda ishlayapman, mana shu borsan kirganda nima qiladi? Sen qabul qiladi, omi? Rahmat. Ertaga kutaman. Bir senga bir savob bo'lar, bir ertaga. Kirsangiz bo'lardi? Ya, mayli, bo'pti, mayli. Kutaman ertaga. Kamol nima bo'ldi? Ishga kirdimikan? Qo'ng'iroq qilmaydi. Alo. Ha, Kamol. Yaxshimisan? Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishing nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. O'sha firmaga direktor bo'lib saylandim. O, Ha, qo'limda bir 80-90 ga yaqin bolalar ishlaydi. o'sha 80 ta 90 ta ishchi orasida banan bormi? Shuni unutmagin. Ha, bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman, aka. Xo'p, tinch bo'l. Vay. Bosh bit. Kamol-ku. Ha, Kamol. Alo. Kamol emas, Kamoliddin Komiljonovich bo'ladi. Siz Hech kim emas, Zo'robek aka. bugun dam olish kuni-ku. Qanaqa dam olish kuni men? Hammaga tayinladimi? Hamma ishga, hasharga, hisobot yopish kerak. Endi ozgina ishlarim bor edi, Kamol. Ukam. Qanaqa Kamol? Kamoliddin Komiljonovich bo'ladi. Ya siz hop. Ishga kelganingizga qaytsan beraman. Ishlasangiz ishlang. Bo'lmasa bo'shatib qo'ying. Boshqa xodim olaman. O'zim oyog'imga. O'zim bolta urinmanmi? Kamol. Hozir, Kamol. Kim? Bu yoqqa qara. Kim? Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qanday ishlaring? Charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Yo'qlab keldim. Ha, kiring.